Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun 14-avgust 2026-yil. Zamin savdo markazimizda savdolarimiz davom etmoqda. Bugungi savdolarimiz davomida Reksha modelimiz sotildi. Andijon izboskenga sotildi. Hozir ko'rsatamiz sotilgan Reksha modelida. Ushbu yangi gigant Reksha modelimiz sotildi, ko'rishlaringiz mumkin. Elektronik tabloli polni. Zadniy kameralarigacha bor. Ko'rishlaringiz mumkin, jipstorimiz bilan jihozlangan. Ushbu modelimizning oldingi ko'rinishi. Yon eshiklarigacha mavjud. Mana mashina bilan bir ochiladi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Tentlarigacha mavjud. Orqa ko'rinishlari. Ushbu modelimiz $1200 Andijon viloyatiga sotildi. Shu akamlar oldi. Aka, Reksha model qalay, ma'qulmi skuter sizga? Narxlari ma'qulmi o'zi? Obunachilarga nimani tavsiya qilasiz aka? Kelinglar, olinglar. Akamlar hamma joyda ko'rib kelishyapti-ku, eng arzon shet ekanda olib ketishyapti. Aka, yaxshi kunlarga o'ynanglar, nasib qilsin. Kimga mana shunday arzon narxlarda skuterlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilishlaringiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Bo'boshbek qishlog'i. Like va podpiska bosishdan chiqmasin, hurmatli do'stlar.